This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, muhtaram radio anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu'na hoş geldinglar. Anlavatqaninglar 7 fevral cuma poytaxt Washingtondan tarqatilayotgan 1 soatlik Uyg'urcha anglitishimiz. Bugungi anglitishimizning riyosatchiligi uchun Gulchehra xizmatda. Ixlosmanlarimiz bilan qayta ko'rishgunimdan intayin xushalman. Navbatda bugungi program o'rinlashtirishimizdan qisqacha ma'lumot berib o'tay. Aldı bilan ixlosmanlarimiz diqqatiga bugungi dunyo vaziyati, iqlim masalalari shundaqla Uyg'urlar vaziyatiga doir yangi qisqa xabarlar anglatamiz. Kundalik qisqa xabarlarimizdan keyin vaqa ham muloyiza, obzor anglitish programmalarimiz bo'yicha o'z muxbirlarimiz shundaqla dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyor muxbirlarimizning tayyorlashida tafsiliy xabar analizlari hamda suhbat va obzorlar diqqatinglarda bo'ladi. Hörmətli radio anlıqçılar, bundaqda bugungi 1 soatlik radio anglitishimizni yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Diqqatinglar avval o'z muxbirimiz Irodaning tayyorlashidagi kundalik qisqa xabarlarni bo'lg'ay. Uyghur Abnuralik Partkomining sekretari Ma Xingrui 7 fevral kuni Urumchida Uyg'ur elining har qaysi joylaridagi tashviqot bo'lim boshliqlariga maxsus yig'in ochib, Xinjiangning ideya va madaniyat san'at xizmatlarida asosiy iqlimni umumlashtirish haqida yo'l yo'riq bergan. Xitoyning Tangirtaq to'rining xabaridan qaraganda, Ma Xingrui bu yig'inda ideya va madaniyat xizmatini ilgari surish uchun Uyg'ur elida Xitoy asosiy iqlim engini va Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni ta'kidlagan. U mundaq degan: Xinjiangda Xitoy uslubidagi zamonaviylashtirishni ching tutib, asosiy iqlimdagi ideya va jamoat fikrini davomli kuchaytiramiz. Xinjiangga munosabatlik tashqi tashviqot va jamoat fikri ko'rishni kuchaytirib, Junxo millatlari engi taraqqiyotini ilgari suramiz. Xinjiangning tarixiy va madaniyatini tadqiq qilishni kuchaytirib, Junxo madaniyatining o'rtaqligi va bir gavdalashishining tarixiy faktlarini namoyon qilamiz. Yuqorida xabarda deyilgan gaplar dal Xitoyning Chag'an bayrami mazgilida Uyg'ur elining har qaysi joylarida chag'anliq faoliyatlar texmi keng avj oldirilgan. Uyg'urlar bo'lsa butunlay Xitoycha odat va qiyofatlar bilan bu bayramni tabriklashga uyushtirilgan ahvolga mos kelmoqda. Bu vaqtda radiomizga so'z qilgan mutaxassislar buning Xitoy hukumatining Uyg'ur elining madaniyat tarixini atalmish Junxo madaniyati chemberi ichida qayta yozib chiqish, barliq madaniyat hodisalarini Xitoy eğitimi bilan sharhlash ekanligini, Uyg'ur elidagi barliq madaniyat marosimlarining Xitoy madaniyatining bir qismi qatorida tashviqot qilinganligini bildirgan edi. Xitoyda ziyoratda bo'layotgan Tayland bosh ministri Petong Tarin Shinawatra Xitoy bilan har turli hamkorlikni kuchaytirish va Xitoy sayohatchilarining Taylanddagi bexatarligiga kafolatlik qilishga va'da berganda, o'zidimi Xitoy qini borligini aytgan. Reuters agentligining xabaridan qaraganda, Petong Tarin Shinawatra bu so'zni 6 fevral Xitoy xalq gazetining maxsus ziyoratini qabul qilgandi degan. Bu Taylandning sobiq bosh ministri Taksin Shinawatraning qizi bo'lib, bu oilaning ajdodlarining Xitoyning janubidagi Guangdongga tutishdiganligi qayd qilindi ekan. Petong Tarin Shinawatra o'tgan yili 8-oyda vazifaga o'tirgan bo'lib, bu uning tunji Xitoy ziyorati hamda tunji chet el ziyorati bo'lib hisoblandi ekan. Shinawatraning 5 fevraldan 8 fevralgacha elib borgan 4 kunlik ziyorati Taylandda tutib turilayotgan 48 Uyg'ur musofirning Xitoyga qaytarilish xavfi kuchaygan hamda xalqaro buningga jiddiy diqqat qilayotgan bir mezgilga to'g'ri kelgan. Gerçi Tayland muavin baş ministeri hamda davlat mudofaa ministeri Fontam Vichayachay Uyg'ur musofirlarining masalasida kuchli g'ulg'ula qo'zg'algandan keyin bayonot berishga majbur bo'lib, Tayland hukumatining Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarib bermaydiganligini, ularning masalasini bir taraf qilishda kishilik huquq va xalqaro qonunga rioya qilganligini ta'kidlagan bo'lsa-mu, biroq nurg'un kishilik huquq kuzatuvchilari xavfning yanada oyoqlashmaganligini bildirishmoqda.
Bo'libmi Tayland bosh ministerining bu qitim Xitoy bilan ul aslaha, toksik avtomobil, to'r savdosi va bexatarlik qatorliq keng sohada hamkorlikni mislsiz kuchaytirganligini o'tirib qo'yishi bu jihatdagi andishlarni kuchaytirmoqda. Amerika Avam Palata a'zosi va Davlat Majlisi istixborot komiteti a'zosi Darren Layhood va Avam Palata a'zosi Josh Gottheimer Xitoyning sun'iy aql munbiri bo'lgan DeepSeekning hukumat aslahalarida qo'llanilishini cheklash uchun bir qonun loyihasi tanishtirgan. Ular bu vaqtda e'lon qilgan rasmiy bayonotida Xitoy texnika shirkatining Amerika aslahalariga qarata josuslik qilish xavfi borligini ogohlantirgan. Davlat Majlisi torbetida e'lon qilingan bayonotda Darren Layhood mundaq degan: DeepSeek shirkati Xitoy Kompartiyasiga chesishliq shirkat bo'lib, uning Amerikaga olib keladigan davlat bexatarlik tahdidiga sal qarashqa bo'lmaydi. Avam palata a'zosi Gottheimer bo'lsa so'zida, biz Xitoy Kompartiyasining DeepSeek orqali Amerika fuqarolarining sazgur sonliq ma'lumotlarini o'g'irlaganligiga oid kishini andishiga soladigan paketlarga ega bo'ldik degan. NBC xabarlar torining xabardan qaraganda sonliq ma'lumot qo'g'dash va tor bexatarligi bilan shug'ullanadigan Fairfood nomli tor bexatarlik shirkatining bosh ijroiya amaldori Ivan Sarinin DeepSeek sun'iy aql paranglashish detalida g'arazlik yoshirin kod borligini, uni tekshirganda uning abonentlarga doir uchurlarni Amerikada cheklangan va Xitoyning davlat igdorchiligidagi Xitoy ko'chma xabarlashish shirkatiga yo'llaydiganligining ma'lum bo'lganligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsa 6 fevral payshanba kundagi bayonotida buni rad qilib, Xitoy iqtisodiy va texnika masalalarining siyosiylashtirilinishiga qarshi turadi degan. Oldingi kuni Amerikadagi ABC xabarlar tori Amerika ana vatan xavfsizligi ministrligidan erishgan bir dokladga asosan Xitoyda ishlangan va to'g'ri ulangan kameralarning Xitoy hukumati uchun josuslik qilish yoki Amerikaning xalqiliq ul aslalarini qalaymuqallashtirish iqtidoriga ega bo'lishi mumkinligi haqida xabar tarqatgan edi. Amerikaning ximiya va energiya sohasini o'z ichiga olgan nurg'un muhim ul asla o'rinlarida Xitoyda yasalgan necha 10 minglagan kameralar o'rnatilgan bo'lib, bu kameralarning hal qilg'uch paytlarda buzg'unchilik qilish iqtidori bo'lishi mumkinligi o'tirg'a qo'yilgan. O'rta Amerikadagi Panama davlati Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishidan rasmiy chekinib chiqadiganligini jakarlagan. Janubiy Xitoy atganlik pochta gazetining xabar qilishicha, Panama prezidenti José Raúl Molino bu haqda bayonot berib, o'zlarining Xitoydagi diplomati orqali Beijing hukumatiga bu qurilishdan chekinib chiqish haqidagi uqtirishini topshirganligini bildirgan. Molino axborot e'lon qilish yig'inida mundaq degan: "Men Xitoy bilan bu kelishimni imzolaganlarning muddaosining nima ekanligini bilmayman. Bu kelishim o'tgan yillar mobaynida Panamaga nima elib keldi? Bir balvoq bir yo'l qurilishining davlatimizga keltirgan foydasi nimalar bo'ldi, buni bilmayman. Shunga biz bu turga qatnashmaymiz, bu mening qarorim." Panama 2017-yili O'rta Amerika rayonida tunji bo'lib Xitoyning bu bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashgan davlat bo'lib, bu qurilish Xitoyning yer sharidagi ta'sirini kengaytirish tashabbusining markazi deb qaralmoqda. Panamaning bir balvoq bir yo'l qurilishidan chekinib chiqish haqidagi qarori Xitoyni qattiq bayram qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi 7 fevral juma kunidagi bayonotida Amerikani sovuq munosabatlar urushining ro'y holatida harakat qildi, yer shari ul asla planiga buzg'unchilik qildi deb ayblagan. Bayonotchi Lijian Amerikaning tashqi ishlar ministri Marco Rubioning Panama qilgan ziyoratini tilga olib, Amerika tashqi ishlar ministrining so'zi Xitoyni nohaq ayblash, Xitoy bilan Latin Amerikasidagi davlatlar o'rtasida qasddan ziddiyat paydo qilish, Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Xitoyning qonunli huquqi va manfaatiga buzg'unchilik qilishdan iboratdir degan. Ma'lum bo'lishicha, 2021-yili Hong Kongga joylashgan Hodgson Porte nomli shirkat Panama kanalining Atlantik okean bilan Tinch okeandagi ikki chiqish eg'izdagi portlarning ishlatish huquqini qo'lga keltirib olgan. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio oldingi hafta Panamani ziyorat qilib, Panama prezidenti José Raúl Molino bilan ko'rishganda, prezident Trumpning Panama hukumatining Panama kanalining to'sh o'tkazish kontrolli huquqini Xitoyga berganligi bir xatolik deganligini yetkazgan. Shunaqla buning Amerika Panama shartnomasiga xilof ekanligini bildirgan.
Panama prezidenti Jose Raul Molino axborot yig'inida bu masalani tilga olib, o'zining hozir Hong Kongdagi Hodgson porti shirkatining Panamadagi faoliyatlari ustidan maxsus tekshirish ilib berayotganligini, agar biror xatolik ko'rilgan taqdirda kelishimni bekor qildiganligini bildirgan. Reuters agentligining 7 fevraldagi xabarida deyilishicha, Yevropadagi dangliq marka shirkatlari Xitoy iqtisodining tez asliga kamaydiganligini mo'ljallamoqda ekan. Daniyaning pivo markasi bo'lgan Carlsbergning bosh ijroiya amaldori Jacob Andersning Reuters agentligiga deyishicha, bu pivo shirkatining eng cho'ng bozori bo'lgan Xitoydagi sotish hajmi bultur 5% atrofida tövalgan. Bu tövallashning bu yilmi davomlashadiganligi faraz qilinmoqda ekan. O so'zida biz Xitoy iqtisodida ko'rinarli o'zgarish bo'ladi deb qaramaymiz. Bundaq deyishga texi baldur degan. Xabarda deyilishicha, Xitoy iqtisodidagi chekinish, yoshlardagi ishsizlik, uy-mulk krizisi qatorliqlar iste'mol talabining ko'rinarli tövallashiga sabab bo'lgan. Xalqaro shirkatlar buning ustiga Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoyga qo'ygan tamojna beji va savdo jazosi tadbirlarining ta'sirini qo'shganda Xitoy bozorining oldirab asliga kamaydiganligiga ishongan. Xabarda deyilishicha, har xil marka shirkatlari Xitoyning Chag'an bayrami munosabati bilan iste'molda eshish bo'lishi mumkinligini umid qilgan bo'lsa-mu, biroq Fransiyaning Pernod Ricard nomli o'zim harg'i shirkati dastlabki alomatlar bu bayramning setishlarning ortishiga bek foydasi bo'lmaganligini ko'rsatib berdi degan. Bu shirkatning aytishicha, ularning Xitoydagi setilish miqdori oldingi yarim yilda 25% tövalgan. Dağlıq qırım buyumları magnati L'Oreal bolsa, Xitoydagi setish raqamlariga oid dokladni oldimizga kelib e'lon qilgan. Kanadaning dağlıq g'oz piyi bilan yasalgan qishliq kiyim markasi Guz o'xshashla Xitoydagi setishlarning mo'lchardagi pasirlik kirimdan tushib ketganligini bildirgan. Reutersning deyishicha, shokoladdan tish pastasigacha bo'lgan barliq shirkatlarning boshqaruvchilari o'tgan haftada chaqirilgan 4-fasllik kirim muzokara yig'inida Xitoy iqtisodining qisqa muddatda asliga kelishining ehtimoldan yiroqligini bildirgan bo'lib, bu yuqoridagi shirkatlarning imkoniyatlarini boshqa joylarga borishi mumkinligidan derak berdi ekan. Muhtaram radio anglag'uvchilar, Erkin Asiya radiosi diqqətinizdə 7 fevral Washingtondan tarqatilayotgan mazkur anglitishimizning riyosatchiligida Gulchehra xizmatda. Navbatda mazkur anglitishimizning vaqa ham muloyiza sahifasi bo'yicha anglitishini boshlaymiz. Sayfimizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylaridagi ixtiyoriy muxbirlarimizning tayyorlashida tafsiliy xabar analizlari maxsus programmalar diqqatingizda bo'lsin. Bugungi vaqa ham muloyiza sayfimizni yoqtirib olishinglarni umid qilamiz. Muxbirimizning o'tgan haftadagi telefon ziyoratlari davomida Shturpan noyisida dehqonlarning pomidor terishga va mahsulotlarini faqatla mazkur noyadagi birdan-bir sho'xli zavodi Shturpan meva va ko'ktat mahsulotlari shirkatiga setishga majburlanganligi oshkorlangan edi. Muxbirimizning ilgirlab aniqlashlari davomida mazkur shirkatning Amerika Uyg'ur majburiy amgigi sababli embargo qo'ygan shirkatlardan Kofco Sugar savdo guruhiga tava ekanligi va uning Shturpanda Xitoy ko'chmanlarining Uyg'urlarning qo'lidagi terilg'u yerlarini tortib olishiga vositachi bo'lganligi oshkorlandi. Tövəndə muxbirimiz Şöhrət Oşur'un bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqətinizdə bo'ladi. Bayda uçturan bir xatırladım ma'lum bo'lishicha, Shturpandagi sho'xli zavodi, ya'ni Shturpan meva ko'kti mahsulotlari shirkati 2007-yilda qurilgan. Zavodning qurilishi bilan doirada dehqonlarni dastlabki yillarda bir qancha ming mo'yaga pomidor teritgan bo'lsa, keyingi yillarda necha 10 ming mo'yaga teritgan. Qatirilishicha 2019-yilda Shturpanda 43220 mo'yaga pomidor terilib 168300 tonna mahsulot ilingan. Xitoy xabarlarida bu ishlab chiqarishdagi zo'r muvaffaqiyat deb tasvirlangan. Ammo radiomiz kelgan inkaslardan ma'lum bo'lishicha, mazkur mahsulot miqdori bo'lib, uning iqtisodiy qimmati dehqonlarning sarfiyotiga nisbatan aytganda intayin tuvan bo'lib, dehqonlar bu ishlab chiqarishdan ko'p ziyon tortgan. Shundaq turibli pomidor terishdan qutula olmagan. Xalqarada Kofco deb atiladigan Xitoyning ochliq mahsulotlari savdo guruhining to'rbidagi tanishtirishda ma'lum bo'lishicha, bu Xitoyda eng dastlabki qurilgan va xalqaroga yuzlangan
yezilik mahsulotlari savdo guruhi bo'lib, Kofko Sugar nomidagi shirkat uning Uyg'ur elidagi tarmoq ekan va maxsus pomidor qiyami ishlab chiqarish va eksport qilish bilan shug'ullanadi ekan. Bu shirkatning Uchturpandan boshqa Sanji va Qumuldim shoxli zavodlari, Urumchida vakolatchi ishxonalari mavjud ekan. Uning Uchturpandagi zavodi Jonglang, ya'ni Kofko Uchturpan meva ko'ktat mahsulotlari shirkati deb ataldi ekan. Inkaslarda yana ma'lum bo'lishicha, Uchturpandagi bu shirkat xodimlari yerlik doiralar bilan til biriktirib, dehqonlarning majburiy emgak silinishida ba'zida yetakchilik, ba'zida turtkilik rol o'ynagan. Uchturpanning imomlari miyasidan telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir kanat kadrining bayon qilishicha, yerlik aholi pomidor terishni rad qilgan ahvolda mazkur shirkat Xitoy o'lkalaridan atalmish teriqchilik mayirlarini taklif qilib kelgan va bu atalmish mayirlar shirkat ta'minlagan iqtisodga tayinib, yerlik aholilarning terilgan yerlarini arzon bahoda sotib olgan. İmamlarım yesilik bir kanat saqchisining deyishicha, mazkur shirkat taklif qilib kelgan 3 oylik Xitoy ko'chman 7-chi kanatdagi 400 mo yerni mazkur shirkatning yordami bilan sotib olgan. Voy. Ha, qanday bo'lingiz, yaxshimi? Yaxshi. Siz shu imomlarimdagi bir kanat saqchisi, shundaqmi? Ha. O sizning bu shoxli zavod bilan to'xtam tuzib, pomidor terilayotgan bu sizning shu kantingizning qaysi tarafidagi, qaysi tavallikdagi yerlar shu? Tavallikki 7-dagining birinchi o'disi bilan altındayan işkinşöz size çığırdaş, yatında işkinşöz oturuş bir çığırdaş ya şu. Şöyle ağırlığı ki. Bu şeylerin teriş için zavod bu işkirden teklif kılıp açıkan bu dekançılık mayırları şu kança ayla şular. Oğlan şu yeni kıpet kavas 6 edem, 7 edem dedi o. Şundan şu 3 aylık işlerken dedi o. Ulanı zavod hem de kaçanlar teklif çıktı, kaçanlar da kelgenler bu. Bulağa kegelen şu 2008 Ondaqda şu zavod kurulup bir yıldan keldi çıktı deyin gap. Şu etraflar gelip şunun yaxşı terip, ödegep terip jürüp. Aldıken ulap her birisinden qançılıkta yeri var aşlanınki? Aşlanınki şu bir meydanın üzüde bayırı töz moğiki yava şunu şu kılıp terişilganı. Neticede öz yerleriga pomidor terishni rad qilgan yerlik aholi oxirida Xitoy ko'chmanlarining pomidor etizlarining ishlamchilariga aylanib qolgan. Ular ishlamchi qilib ishiltirgan, adam ishiltirgan, ishlatgan chog'da ashadagi yerlik xalqlarni, Uyg'urlarni ishiltirgan shubami? Yerlik xalqlar ishiltirgan. Ko'pincha hamda mana bizning imomlarimiz yatında bizning bu tavallikni ishlatmaydi. Sirtning odamlarini ishiltirgan vallahi bag'u deymiz. Ashadagi imomlarimdagi kishilarning yerlarini ilib, tatib yerlar ularning qo'liga o'tib ketib, anda bu yerlik xalqlar, bu Uyg'urlar ularning qo'liga qarab qilayotgan, ulardan ishilib ishlayotgan, ularning ishlamchi qilayotgan bir vaziyat bor deb anladik-ku. Yana bir kanat amallik mudirining oshkorlashicha, bu shirkatning vasitasi bilan u mas'ul kanatdagi 10 ming mo terilgan yerdan 3 ming mosi 17 oylik Xitoy ko'chmanning qo'liga markazlashgan. Qolgan 7 ming moya bo'lsa 300 oylik Uyg'ur dehqonning igdorchiligida qilib qolgan. Mushunga o'xshash yana 600 mo 700 modan ya terayotgan boshqa xanzular bormi atrofda? Bulardan boshqa. Sizlarning imomlarimda yana qanchalik ya mushuna xanzularning qo'lda? Manimga men hozir tafsiliy javob beraman. Sizlar dadid demak, 7-dadida. Bizning 7-dadi tavalligida shu 3000 mo atrofida. 3000 mo atrofida ya mush xanzularning qo'lda. Shundaqmi? Qancha oila shular? Ular hammasi qancha oila bo'ldi? 3000 mo yan terayotgan. O'g'lim bizning tavallikda 3000 mo yan terayotgan oila 17 oila, 54 nufus. 7-dadid Uyg'urlarning qo'ldagi umumiy qancha? Uyg'urlarning umumiy 7400 mo. Qancha oila, qancha jon Uyg'urlar sizning dadida? Bizningki 354 oila. Jonda qancha jon bular? Jonda 1395. Hozir ham demak bu yerda 1395 jonga Uyg'urlarga bu yerda 7000 mo ya bor ekan. U yoqda 54 jonga 3000 mo ya bor ekan. Sen bu şu çoğun farq, ama shoxli zavod bilan şu xalqning orasida, Uyg'urlarning orasida, yerlik aholi orasida bir ko'ngilsizlikka, bir xafalikka sabab bo'ldi desak to'g'ri bo'lamdi. Hozir inkasga qarab. Yo'q, unday bo'lmaydi. Nima uchun? Dehqonlarning qo'lida pul bo'lmaganligi, yer chetib olish uning xiyoliga kelmagan. Shular sirtdan kelib setib olib imkon, uning sabab bo'lmaydi. Ya'ni ular qo'lida pul bo'lg'ashqa pulga setib oldi bu yana deysiz. Shunaqmi? Bekor qilib olmadi deysiz. Dehqonlarning shu vaqtning o'zida bir norozilik bo'lmadimi bu vaqtda? Buni ya'ni bular bermasligimiz kerak, biz o'zimiz terishimiz kerak deydigan. Ya unda jiq norozilik bo'lmagan vaqtda. Azroq bo'lganmi? Jiq bo'lmagan. U chaqda azroqmi bo'lmagan? Ma keyin dehqonlarning o'zlari ham azroq pul tepib qilgandikin, bizmi ya tersak bo'ldi degan vaqtda to'xtam bo'lib tuzilib qo'ygan bo'lg'ashqa, uningdek
Narazılık yok dihalına yüzünden yerine terip normal halatda. Kofko Sugar şirketining Uyg'ur elidagi bu qilmishlardan xabar topgan Amerika hukumati mazkur shirkatni 2023-yili Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanayotgan shirkatlar qatoriga kirgizib, embargo qo'ygan. Tordagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Osiyo, Afrika va Latin Amerikasidagi 80 dan ortiq davlatga mahsulot eksport qiladigan bu shirkat oldingi yili 300 ming tonna pomidor qiyomi, 4500 tonna pomidor talqini ishlab chiqargan. Hozirgacha aniqlashtirimizdan bu mahsulotlardan qanchalik qismining Uyg'ur elida ishlab chiqarilganligi va Amerika embargo qo'ygandan keyin qanchalik cheklimga uchraganligi texi ma'lum emas. Reuters agentligining yaqinda e'lon qilgan xabariga qaraganda, Londondagi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish guruhi agar Angliyaning pul muomala nazorat idorasi Xitoyning modi kiyim-kechak parcha setish shirkati bo'lgan Shein guruhining pay chekini ommaga setishni tasdiqlasa, bu deloni adliya organining baholashiga sundiganligini bildirgan. Undaqda navbatda kishilik huquq tashkilotlarining Shein guruhi pay chekining London aksiya bozorida paydo bo'lishini to'sishidagi sabablar nima? Tuanda o'z muxbirimiz Shadiyaning bu vaqtda tayyorlagan tafsiliy ma'lumoti diqqatingizda bo'lsin. Yaqindan buyon Xitoyning Shein guruhining pay chekini Londonda bozorga selinishini talab qilishi va bu talabining Angliyaning pul muomala nazorat idorasi tarafidan tasdiqlanish yoki tasdiqlanmaslik masalasi har sohaning jiddiy diqqatini qo'zg'amoqda. Reuters agentligining 3 fevral kunidagi xabarda deyilishicha, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat nomli tashkilot Navada Angliyaning pul muomala nazorat idorasi Shein guruhining pay chekini ommaga setishni tasdiqlasa, bu deloni Angliya organlarining bo'lishiga sunadiganligini bildirgan. Yaqindan buyon Shein shirkatining ta'minlash zanjiridagi Uyg'ur eli bilan bog'lanishli bo'lgan paxta mahsulotlari va majburiy emgak masalasi tufaylidan xalqaro kuchlik ayblashlarga uchrab kelmoqda. Bu vaqtdagi xabarlarga asoslanganda, aslida Shein guruhi New York pay cheki bozoriga kirishga uringan bo'lsa-mu, Amerikadagi siyosatchilarning qarshi turishi bilan amalsiz London pay cheki bozoriga kirishga majbur bo'lgan ekan. Angliyadagi Uyg'ur faoliyatchisi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat nomli tashkilotining raisi Rayma Mahmud xonim radiomizning ziyoratini qabul qilganda, o'zlarining Shein guruhining pay chekini Angliya aksiya bozoriga selishga qarshi chiqish uchun harakatga o'tganligi haqida izoh berdi. Uning aytishicha, mazkur tashkilotning bu harakati Angliyada jiddiy diqqat qo'zg'amoqda ekan. Bizningki bunga qarshi chiqayotganligimizmi shu majburiy emgakniki Çin'nin bütün mahsulotlarda Uyg'ur majburiy emgak mollariniki bor bo'lganligi mushu to'g'risida bizning asosiy qarshi chiqayotgan sababimiz shu. Biz shunga qarshi chiqqanimizni Angliyada yomon ko'p qitim davlatlik xabarlarda Financial Times deymiz, Independent, Guardian yomon cho'ngmi shu asosiy xabarlarda berilyapti. Har qitim bir o'zgarish bo'lgan vaqtda bir advokatlarningki, ya'ni bayonot e'lon qilgan vaqtlarda bunga ait qiziqyapti. Chunki bu endi oldingi taqsimotlar to'g'risida yuqori suddan yengan bo'lganligidan buning texnik kuchli bir faktimiz bo'ldi. Shu faktlar orqali hozirgichilik FTA'ga to'xtamasdan bisim qilyapmiz. Şimdi agarda bu daqiqlik eng oxirgi shu yaqindagi FTA'ga yozgan bizning nomimizda advokatlarning yozgan. Shuningda agarda Çin shu paychak bozorida o'rin olsa, ya'ni uning ruxsat qilsa, biz cho'qim sudga beramiz degan mushaqat yetildi. Rayma Mahmud xonimning bildirishicha, ular bu qarshilik ko'rsatish harakati jarayonida nurg'un qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, ammo izchil turda bu yo'ldan qaytmay, Sheinning Uyg'ur majburiy emgagiga chetiladigan mahsulotlarining Angliya bozorida setilishi va Angliya pay cheki bozoriga kirishiga qarshi turib kelgan. Shu Sheinga, ya'ni majburiy emgakni biz isbotlashimiz kerak-da. Ya'ni bularningki ta'minlash zanjirida bu majburiy emgak mollariningki bevosita buni tepish, bunday bir faktni tepish mumkin.
şu Uyghur mecburi emgekninki keng kölemde. Fakatlam bizim Şarkı Türkistan'da Uyghur eyledilen emes. Bu Uygurlarınki ve başka Türk milletlerninki fikirlerge mecburi şeylerge akırıp nurgun kimsicek zavutlarda mecburi işlevatkallığı. Bunun faktları heli köp emdi. Şu mecburi emgek sahası da hakikat ilip bağın kişilerini adukatlarımız interview kılıp şularının guvalıkları kısım yazma. Yani birisi şu aldığım yüzyıldaki bizim yukarı sotta aktın mahsulatlarınki asaslık şu mecburi emgek ki çitillikte degендek en akılda sotun kararıydı sebep boğallıkı. Muşularının hemisi bir kılı adukatlarınki işencisini aşıyordu yani. Bu sotunki cevabı yani sotu yeni çıkarlıkınız bu bizge naiti bir çoğun şeninki azıktı. Kişilenmezsin biz sotka azıkınız, içiniz sebepini şu aldığım yıldaki yukarı sotunki degen kararı neticeleri. İgilnişçe pay çekini ammaga setiş bolsa, şahsi şirketning dastlabki oshkora tarqitish payini tunji qitim ammaga setish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Bu aksiya bozorga pay chekini salgan şirketni mablag' salg'uvchilardan mablag' to'plab, shaxsiy igdorchilikdan ommaviy igdorchilik huquqiga ega qiladi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Shein guruhining 2024-yillik tijorat sommasining 50 milliard Amerika dollariga yetganligi mo'ljallangan. Valanki dunyoning har qaysi joylardagi iste'molchilar bo'libmi yoshlar yoqtiradigan moda kiyim-kechaklarning arzon setilishi bilan xalqaro setish bozori tez suratda kengayotgan Shein shirkati izchil turda Xinjiang paxtasi va Uyg'urlarning majburiy amgigi bilan ayblanib, turli talash tartish va tekshirishga duch kelmoqda. Angliyadagi Ley kuni adolatsizlikka qarshi advokatlar shirkatining uchur aloqa ijroiya amaldori Joel Shooter radiomizga qaytargan yozma inkasida mundaq degan. Xitoyning Shein guruhi dastlab Amerika bozoriga pay chek sotmoqchi bo'lgan. Ammo ularning bu urinishi Amerika hukumati tomonidan rad qilingan. Xabarlarga qaraganda bu ularni boshqa pay chek bozorlariga kirishga majburlagandek qildi. Agar ular London pay chek bozoriga kirishni iltimos qilgan bo'lsa, ularning nimishqa London tanlaganligi menga aniq emas. Aniq qilib aytganda biz Sheindan yoki Angliya pul muomala nazorat organidan Sheinning London pay chek bozoriga kirishni iltimos qilganligi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lmadik. Joel Shooterning bildirishicha, Ley kuni adolatsizlikka qarshi advokatlar shirkati hozir Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat tashkilotining Shein pay chekining London aksiya bozoriga kirishini to'sish harakatiga qonuniy vakolatchilik xizmatini o'z ustiga olgan ekan. U bu haqda mundaq deydi. Bizning xaridorimiz, ya'ni Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat tashkilotining qarashicha, Sheinning ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgakining mavjudligini dalillaydigan ishonchli paketlar bor. Angliyaning hozirgi zamon quliqqa qarshi turish qonuniga asosan boshqalarni majburiy ishlatish yoki zo'rlash qonunsizlikdir. Agar Sheinning ta'minlash zanjirida majburiy emgak mavjud bo'lsa, undaqda bu xil majburiy emgakdan hosil bo'lgan har qanday mahsulot Angliyaning jinoiy ishlar qonuniga asosan qonunsiz mahsulot hisoblanadi. Bu o'z navbatida yana iqtisodiy jinoyat turiga kirdi. Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat tashkiloti Angliya pul muomala nazorat organiga moliya jinoyatiga oid ishonchli ayblashlarning mavjud ekanligini, agar bu xil ehtimollikni yo'q chiqarish uchun yetarli tekshirish olib berilmagan ahvolda bu shirkatning pay chekini bozorga selishini tasdiqlashning qonunsizlik bo'lganligini aniq eslatdi. Rayma Mahmud xonimning ta'kidlashicha, Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtat tashkiloti toki Sheinning Angliyada pay chekini ommaga setishni tasdiqlamasligining natijasi aniq bo'lguncha yana davomli holda bu jihatdagi dalil paketlar va munosabatli dokladlarni tayyorlashni to'xtatmaydi ekan. Her bir kısımmış çıkan haber, her bir meyli sosyal medyada bolsun, meyli gezitler, dijital haberlerde bolsun. Muşulanınki daim çıkışı bu yaşlarının bolsun, başlarının anını östürdü. Yani muşu mecburi emgekinin mevcutluğu doğrusu da bunu düşüneleydi. Kuyunca kısım insanlar çok onu şunu düşünüş gerek. En başta onu biliş gerek. Birinisi eğitim kımaydı. Bilgenin kim bunun da bir resmi hareket gibi. Biz hazır hükümetin ki siyasi kayıtlı yolunu tutudu. Bağı bekerek yıkılışamdı, jıraklaşamdı. Digen bir neselen tutuvatınız. Hükümet en akıda yani özünki devletçe kandak kığa vakitte iktisadiyetin güçlüğünü de şunu birinci orungu koyup siyaset bekledik. Ben şahsen enseydiğinimi mesela Angliya gümüş tarifini yukarı yemaksa belki
bular Xitoy bilan bekerek yaqinlashib ketamiz degan endişim var Suudada. Cevap verishdan burun biz bütün gücümüz bilan ularga shu isbot besim qilib amalda buni qilamasligi, tashkilish ilib boramiz deb ish olmasa, buni kechiktirilishi, eng oxirida ularning qo'qay chek bozoriga kiramasligi bizning maqsadimiz shu. Növətdə Angliya Pul Muamele Nazaret İdarəsinin Xitayning Shein guruhi pay çekinin Londonda pay çekini ammaga setishni yo'lga qo'yish qo'ymaslikka qaror chiqarishi har sohaning davomli diqqat nuqtasida turadigan muhim masalalarning biri bo'lmoqda. Programmani tayyorlovchi Shadiya. Diqqat berganingizga rahmat. Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Akademiyası qatarlıq təşkilatlarının birlikdə uyuştırışı bilan Anqarada 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yillığını xatirlash faoliyati o'tkazilgan. Faoliyatga Turkiyaning bir qism parlament a'zolari va partiya vakillari qatnashgan bo'lib, ular 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining bugungi Uyghur qirg'inchiligining boshlanishi ekanligini ko'rsatgan. Tuanda Anqaradagi ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarim bu haqda tafsiliy ma'lumot berdi. Ankara'da 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yillığını xatirlash faoliyati o'tkazildi. Ankara'nın merkezideki Grand Dora mehmonxonasining zalida o'tkazilgan bu xatirlash faoliyatida so'z qilgan Saadet Partiyasining muavin raisi, parlament a'zosi Mustafa Kaya Efendi, İyi Partiyasining muavin raisi, parlament a'zosi Ayyuce Türkeş Hanım, İyi Partiyasının Türkiye parlamentideki parlament a'zolarining gruppa boshlig'i Satuq Buğra Qavunchi efendiler qilgan so'zida Xitoyning uzun yillardan buyon Uyg'urlarga zulm qilayotganligini, buningdan 28 yil burun yuz bergan G'ulji qatliamining bugungi Uyg'ur qirg'inchiligining boshlanishi ekanligini ta'kidlashdi. Bu faoliyatni Dünya Uyghur Qurultayı Vakfisi, Uyghur Akademiyasi Vakfisi, Sharqi Turkistonliklar Federatsiyasi Vakfisi, Yusuf Xas Hacib Vakfisi, Uyghur İlim Ma'rifat Vakfisi, İlim Meşrep Uyghur Vakfisi qatarlıq teşkilatlar birlikte uğurlaştırgan bulup, Dünya Uyghur Qurultayı İcraiye Komitetining muavin reisi Abdulhamid Qaraxan Efendi yuqorqi teşkilatlarga vakalatan matbuot bayonotini o'qib o'tdi. Doğu Türkistan Milli Bağımsızlık Mücadelesi'nde yani 1933'te ve 1944'te Doğu Türkistan'da kurulan Bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nde şehit düşen ve 1991 Barın katliamı, 1997 G'ulji katliamı ve 2009 Urumqi katliamında şehit düşen, kendi vatanı için şehit düşen bütün şehitlerimizin ruhuna şükranlarımı sunuyorum. Men aldı bilen Şarkı Türkistan'ın müstakillik görüşüde 1933 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944 yılı kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, Barın İnkılabı ve 5 fevral G'ulji qirg'inchiligida hayotidan ayrılıp kalgan barliq şehitlerimizni rahmat ve minnet bilen isteymen. Xitay bugünkü günde Şarkı Türkistanlıklarga sistemali qalda irqiy qirg'inchilik elib barmoqda. Uyg'urlarni asas qilgan Şarkı Türkistandagi Türkiye xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik siyosati davom qilmoqda. Xitoy doiralari buningdan 28 yil burun, ya'ni 1997 yili 2 oyning 5 kuni G'uljida tinch namoyish o'tkazgan yuzlagan Uyg'urni qatl qilgan edi. 5 fevral Uyg'ur hozirgi zaman tarixida cho'nqur iz qoldirgan unutulmas bir kundir. Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatish uchun
insoniyatning bo'libmi Türk davlatlarining harakatga o'tishi kerak. Bundaq bo'lmaganda Uyg'urlar tarix sahnasidan o'chirilib ketadi. Turkiya parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini Turkiya hukumatining bu sukutini buzishini talab qilamiz. Arqadan Saadet Partiyasi raisi parlament a'zosi Mustafa Kaya Efendi sözgü çıkıp bundaq dedi. Doğu Türkistan denildiğinde orada yaşananların özellikle her bir katliam haberi geldiğinde yüreğimizin yangın yerine döndüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. 5 Şubat 97'de Gulca katliamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şarkı Türkistan her qetim irqiy qirg'inchilik xabari kelganda yüreklerimizde ot ketadigan bir yerdir. 5 fevral Gulca qirg'inchiligida hayotidan ayrilib qolganlarga Allohdan rahmat tilayman. Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda rayimsizlik bilan assimilyatsiya siyosati ilib beryapti. Sharqiy Turkiston xalqaro tangpongliqqa qurban qilinyapti. Agar biz Sharqiy Turkiston masalasini siyosatning ustida tutsak, Sharqiy Turkiston davosiga yordam qilgan bo'lamiz. Bundan 28 yil burun yuz bergan 5 fevral Gulca qirg'inchiligining navbatda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikning boshlanishi deyishga bo'ladi. Mazkur faoliyatga qatnashgan İYİ partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Ayyuce Türkeş Hanım söz kılıp mundaq dedi. Ve kesinlikle Türkiye'nin önderliğinde bu Doğu Türkistan'daki artık bu çağda kabul edilmeyecek zulme dur denilmesi gerektiğini söylüyorum. Biz İYİ Parti olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Men Sharqi Turkiston masalasining Turkiyaning boshchiligida hal bo'lganligiga ishonaman. Biz İYİ partiyasi bo'lish sifatimiz bilan Sharqi Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lib kelyapmiz. 5 fevral Gulca qirg'inchiligi Türk dünyasının en içinişlik bir günüdür. Gulca qirg'inchiligi bundan 28 yıl burun meydanga kelgan bulup, yüzlеген kişi öldürülgen iken. Türkiye'deki Sharqi Turkiston ommaviy teşkilatları uzun yıllardan buyan Sharqi Turkistonliklarning feryadını anlatışga tirishmoqda. Men parlamentda Uyg'ur qirg'inchiligini anlatyapman. Bu haqda qaror loyihalari sungan bo'lsakmi, rad qilindi. Biz Türk millati bo'lish sifatimiz bilan buni unutmaymiz va har vaqt Xitoydan buning hisobini so'raymiz. Mazkur xotirlash faoliyatida yana parlament a'zosi Satuq Bo'ra Qavunchi, Yaxshi partiyasi Anqara sho'basining boshlig'i Doktor Yener Yılmaz Efendi, Türk Ocakları Teşkilatı muavin reisi Profesör Doktor Filiz Avşar Hanım, İsa Yusuf Abdikin Vahbisi reisi Cavit Dak Efendiler söz kılıp Uygurlarning haqliq davosini qo'llaydiganligini bayon qilishdi. Keyingi yillarda Dünya Uyghur Qurultayı bu xil faoliyatlarni Turkiyaning poytaxti Anqarada o'tkazib kelmoqda. Dünya Uyghur Qurultayıning muavin reisi Abdurashid Abdulhamid Efendi yig'in oxirlashgandan keyin ziyoratimizni qabul qilib, Turkiyaning siyoset markazi bo'lgan Anqarada o'tkazilishdagi maqsadining Turkiya siyosatiga ta'sir ko'rsatish ekanligini ilgari surdi. Anqarada o'tkazilishi tuvandagidek bir qancha maqsadni o'z ichiga oladi. Bularning birisi Sharq Turkiston masalasini Turk siyosatchilarga texmo yaxshi tushuntirish, Turk parlament a'zolarininki parlamentda Turkiston masalasini, Uyg'ur masalasini davomli kun tartibga akilib turishini qo'lga keltirish, undan boshqa Turkiyadagi ommaviy tashkilotlarga bu masalani texmo yaxshi tushuntirish orqali ommaviy tashkilotlar bilan bo'lgan Sharq Turkiston tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va bundan keyingi faoliyatlarimizni hamkorlashgan asosda birga ilib berishga bir zamin hozirlash va biz Sharq Turkiston Uyg'ur tashkilotlari bo'lish sifatimiz bilan o'zaro birlik ittifoqligimizni namoyon qilish va buni ko'rsatish jihatdami boshqalarga bir o'rnak tashkil qilish mohiyatida biz bu faoliyatni ko'plagan Sharq Turkiston tashkilotlari va Turk tashkilotlari bilan birlikda o'rinlashtirdik. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqaradan Erkin Tarim tayyorladi.
Yaqında Xitoyning Amerikadagi yurtdoshlar jamiyati, savdogarlar jamiyati qatorliq qonunsiz tashkilotlari qarmog'ida qurilgan yer osti sud mahkamalari oshkorlangan edi. Bo'libmi Amerikada aniq adreslari bilan oshkorlangan yer osti sud mahkamalarining Xitoyning davlat ichidagi birliksab bo'limi, Xitoy istixborot organlari va qonun organlari bilan bog'lanishlik bo'lishi, hatto Xitoyning davlat ichidagi qonun organlaridan maxsus odam ajratilib, bu yer osti sud mahkamalarida vazifa o'taganligi qatorliq ahvollar jiddiy diqqat nuqtasiga aylangan. Bu haqdagi tafsilotlarni muxbirimiz Mehribondan anglaysizlar. Amerikadagi Kundalik xabarlar fondining 1-ayning 24 kuni e'lon qilgan Xitoy Kompartiyasi Amerika shaharlarida yo'shirin holda mashg'ulot qiladigan adliya sistemasini barpo qildi sarlavhalik tekshirish dokladida Xitoyning Amerikadagi yurtdoshlar jamiyati, savdogarlar jamiyati qatorliq qonunsiz tashkilotlar qarmog'ida qurilgan chet ellarda masalalarni kelishtirish o'rni nomidagi yer osti sud mahkamalarining ish yuzini oshkorlagan edi. Bo'libmi bu qonunsiz tashkilotlarning Xitoyning davlat ichidagi Kompartiya birliksab bo'limi, Xitoy davlat xavfsizlik organlari va qonun organlari bilan bog'lanishlik bo'lishi, hatto Xitoyning davlat ichidagi qonun organlaridan maxsus odam ajratilib, Amerikadagi bu yer osti sud mahkamalarida vazifa o'taganligi qatorliq ahvollar taratqularning munozara nuqtasiga aylangan edi. Amerika ovozining 31 yanvardagi Amerikadagi qiziq nuqtalar programmasida 2023 yil oshkorlangan Xitoyning Amerikadagi yer osti soqchi punktlari, yer osti sud mahkamalarining Amerikadagi tarqalish ahvoli, ularning konkret xizmat doirasi va bu tashkilotlarning Amerikada tutqun qilingan xodimlar haqida tafsiliy ma'lumot berilgan. 2023年，美国破获了中共在纽约设立的海外警务站。61岁的卢健旺与59岁的陈金平被 FBI 拘捕。陈金平并不只是为海外警务站工作，他还是中国海外影子司法系统的一个成员。 Xabarda deyilishicha, 2023 yili tutqun qilingan Xitoyning Nyu-Yorkdagi soqchi punktining mas'ullaridan 61 yoshli Liu Jianwang va 59 yoshli Chen Jinpinglar Xitoyning Amerikadagi muhojirlar tashkilotlarining boshliqlari ekan. Chen Jinping Xitoyning Nyu-Yorkdagi yoshirin soqchi punktida vazifa o'tagandan boshqa, Xitoyning Amerikadagi yer osti sud mahkamasining a'zosi ekan. Kundalik xabarlar fondining tekshirish dokladida deyilishicha, Xitoy Kompartiyasi birliksab bo'limining 2022 yili 11-oyda e'lon qilgan bir xabarda Guangdong өлкәсенең Jiangmin shahri Xinhui rayonidagi sud mahkamasining hamkorligi bilan San Fransiskodagi Jiangminlik Xitoy yoshlari qurultayining qarmog'ida chet ellarda masalalarni kelishtirish o'rni ta'sis qilinganligi tilga ilingan. Xitoy taratqullarining xabarida Amerikadagi Xitoy muhojirlar tarafidan qurilgan bu tashkilotlarning Amerikadagi Xitoy muhojirlarining shopurlik kinishkisini almashtirish va xalqaroliq nikohdan ajratish rasmiyatlarini osonlashtirish qatorliq ishlarni bajarganligi qayd qilingan. Halbuki Kundalik xabarlar fondining necha oylik tekshirishi natijasida Amerikada qonunsiz qurilgan Xitoy tashkilotlari va ularning qarmog'idagi yer osti sud mahkamalari chetildigan doiraning texmi kengligi va ularning Amerikada paydo qilgan xavflarining texmi ig'irligi oshkorlangan. Tekshirish dokladida deyilishicha, Amerikada qonunsiz qurilgan Xitoy tashkilotlari va ularning qarmog'idagi yer osti sud mahkamalari Xitoyning davlat ichidagi adliya organlari bilan internet va telefon aloqalarini o'rnatgan. Undan boshqa Xitoyning bu xil qonunsiz tashkilotlaridan oz deganda 6 tashkilotning boshliqlarining Amerikada va Xitoyda o'tkazilgan atalmish choy suhbatlari, choy uchrashlariga qatnashib, Xitoyning istixborot, adliya, qonun organlarining xodimlari bilan qarorlik ko'rishib turganligi oshkorlangan. Choy suhbatlarida ular Xitoy qonun organlari bilan hamkorlashib, Amerikadagi Xitoyga qarshi o'qituvchilarga, kishilik huquq faoliyatchilariga tahdid selish, kundalik faoliyatlarni yoshirun nazorat qilish, ularning peyiga tushish, hatto majburiy Xitoyga qaytirib ketish qatorliq masalalarni muzokara qilgan ekan. Tekshirish dokladida tilga ilinishicha, Xitoyning Amerikadagi qonunsiz tashkilotlarining 2 nafar boshlig'ining Xitoy jamoat xavfsizligidagi xodimlar ekanligi oshkorlangan. Ularning biri Maryland shtatidagi Venjuliq savdogarlar jamiyatining maslahatchisi va Kaliforniyadagi Jojangliq savdogarlar jamiyatining raisi ekan. Xabarda deyilishicha, u ilgari Venju shaharlik xalq sudining kelishtirguvchi xodimi bo'lib, Jojang o'lkalik soqchi mahkamasining nazoratchisi qatorliq vazifalarni o'tagan.
U Xitoy jamoat xavfsizligi uyushtirgan yig'inlarga ko'p qitim qatnashib, chet ellardagi Xitoy saqchi punktlarining masalalarini muzokara qilgan. Xitoyning hukumat taratqullaridan Xitoy muhojirlar birlashmasining bir xabarida uning Xitoy muhojirlar vakillarining 2022-yili 2-oyda o'tkazilgan bir qitimliq choy uchrashuviga qatnashganligi tilga ilingan. Xabarda yana shu qitimliq choy uchrashuvida Xitoy hukumat xodimlari yana Fuzhoudagi 110 saqchi to'ri bilan aloqasi bo'lgan chet ellardagi saqchi punktlari haqida to'xtalib, mazkur saqchi to'rining chet ellarda 38 saqchi punkti ta'sis qilganligini bildirgan. Xitoy muhojirlar birlashmasining ijtimoiy taratqulardagi hisobotida e'lon qilingan yana bir xabarda oshkorlanishicha, chet ellardagi Xitoy muhojirlar tashkilotlarining 2 nafar boshlig'i 2024-yili 2-oyda o'tkazilgan Xitoy jamoat xavfsizligi ministerligining choy suhbatiga qatnashgan. Yig'inda ularning ichidagi biri ifoda bildirib, bu xil uchrashuvlarning jamoat xavfsizligi ministerligi bilan chet ellardagi Xitoy muhojirlarining munosabatini bog'lab, Xitoyning davlat siyosatini yer sharlashtirishga yordam bo'lganligini ta'kidlagan. Tekshirish dokladida deyilishicha, Amerikaning Nyu-York shahridagi Fuzhoulik yurtdoshlar jamiyati, Nyu-Yorkdagi Meydong Xitoy muhojirlar jamiyati, Kaliforniyadagi Venjulik yurtdoshlar jamiyati, Amerikadagi Fujanlik savdo sanoatchilar jamiyatining boshliqlarimi yaqinqi bir qancha yil ichida Xitoyning jamoat xavfsizlik xodimlari bilan ko'p qitim ko'rishgan. Dokladda eskartilishicha, bu ahvollar Xitoyning hukumat xabarlarida va bu tashkilotlarning ijtimoiy aloqa munbarlaridagi uchurlarda oshkorlangan. Kundalik xabarlar to'rining ta'kidlashicha, Amerikada qonunsiz qurilgan bu Xitoy tashkilotlarining Xitoyning chet ellardagi atalmish muhojirlar xizmatini qildigan Xitoy Kompartiyasi birlik sap bo'limi va Xitoy davlati ichidagi istixborot organlari, hatto qonun adliya organlari bilan munosabatli bo'lishi, bu organlarning Amerika va boshqa g'arb davlatlariga elib keladigan xavf xatarning intayin ig'irligini ko'rsatgan. Amerikadagi Xitoy vaziyati mutaxassisi yozuvchi Gordon Chang kundalik xabarlar fondining muxbiriga bu qilmishlarning Amerikaning egilik huquqi va qonun sistemasiga ig'ir darajada tajovuzchilik ekanligini bildirgan. U mundaq degan: bu ahvol Xitoy Kompartiyasi hukumatining davlatimizning, ya'ni Amerikaning egilik huquqiga ig'ir xavf yetkazayotganligini va davlatimizning bexatarligiga tahdid paydo qilayotganligini ko'rsatdi. Meningcha, buning boshqacha izohati yo'q. Uyghur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsning xonim bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, Xitoy hukumatining istixborot va qonun organlarining bu xil qonunsiz tashkilotlar orqali chet ellardagi Uyg'ur faoliyatchilariga tahdid soldiganligi va Uyg'urlar haqida uchur to'playdiganligini bildirdi. Bu yerki şu muhacirat xalqlarni o'z uchun ishlaydigan mustaqil insonlarimizni ishlatish orqali bizning shu muhaciratdagi da'vo sepiga xalqimizning orasiga vahim silish, tahdid silish, Xitoyning qanchalik qudratliligini tashviq qiladigan shunday bir vositalik ishlar bilan nima qilib bizga ziyonkashlik qilishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Sud mahkamasi degandek bir qonuniy ish bajarish o'rinlarininki Amerika tuprog'ida mavjudligi bu Uyg'urlarga, Uyg'ur mishada yashayotgan muhojiratga Uyg'urlar olsun, Uyg'ur da'vogarlariga bu hamiz uchun bu bir cho'ng bir tahdid. Uning deyishicha, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu vaqtda yana maxsus tekshirish dokladi e'lon qilgan ekan. Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxiv ambirining direktori Baxtiyor Umar apandi ziyoratimizni qabul qilib, Amerikada oshkorlangan Xitoyning yer osti sud mahkamalarining Norvegiya va boshqa Yevropa davlatlaridami bo'lishi mumkinligini bildirdi. Bu xildagi tashkilotlar Norvegiyadan bor bo'lsa, savdo, tijorat yoki madaniyat nomida tizimlangan. U Uyg'ur adliya arxiv ambiri egallagan ahvollarni bayon qilib, Uyg'ur tashkilotlarining namoyish qatorliq faoliyatlari va Fransiyadagi Gulbahor Jelilova xonimga o'xshash bir qism Uyg'ur faoliyatchilarining o'zi yashayotgan davlatlardagi atalmish Xitoy muhojirlar tashkilotlarining tahdidlarga uchraganligini tilga ilib o'tdi. Bir necha yil oldin Norvegiyaga Xitoyniki tashqi ishlar ministri kelgan chunchog'da ikki shaharda cho'ng namoyish qilgan chog'dami bizningki oldimizda to'sa bu yerda Xitoyning bu boshlig'ini kutib olish
faoliyat o'rinlashtirgan ajının o'xshash bir soda ümikininki nomidagi bir tashkilot. Amaliyotda uningki Norvegiyada qilgan shuningdan boshqa faoliyati yo'qkan, ham buning o'xshash Xitoyning tashkilotlari ko'p bevosita Xitoylarni avatib iqtisodiy ahvol Yevropada Gulbahor Jalilova xonimniki bo'ldi. Xitoyninki o'tgan yili Fransiyadagi Gulbahor Jalilova xonimning uyiga 8 Xitoyni avatib, shu yerda qalamqonchilik chiqarganligi buningki nihoyatda cho'ng bir jipuchi deyishga bo'ldi. Baxtiyor Ömer Efendining ta'kidlashicha, Xitoy hukumatiga bog'lanishli bo'lgan bu xil qonunsiz tashkilotlar qarta G'arb demokratik davlat hukumatlari jiddiy tadbir olish kerak ekan. Programmani Mehribon tayyorladi. Xitoyning o'qishishidagi Uyg'ur yosh o'smirlarini Xitoy o'lka shaharlarida va yoki o'z yurtidan boshqa joylarda butunlay Xitoycha ma'rifda tarbiyalashni maqsad qilib qurgan Xinjiang sinflari va bu Xinjiang sinflari qurilgan maktablardagi Uyg'ur bolalarini shaxsiy erkinligi, milliy madaniyati va kimligidan mahrum qilish qatorliq besim va zulmlar sababidan kelib chiqayotgan psixikalik qo'zg'alg'ular, hatto o'zini o'ltirib olishga o'xshash yomon oqibatlar pash bo'lib kelmoqda. Bu vaqtdagi bir qism pash bo'lgan uchurlar asosida obzorchimiz Asiyaning tayyorlagan Xinjiang sinfining mag'lubiyatidan Xitoy ma'rifining oqibatiga nazar nomli obzor diqqatinglarda bo'lsin. Maqoladagi ko'z qarashlar faqatla avtorga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Xinjiang sinfining mag'lubiyatidan Xitoy ma'rifining oqibatiga nazar. Bir qancha yillardan buyon Xitoydagi haqsizliklarni pash qilish bilan tunilgan Li muallim Xitoydagi 611 o'qish tizimidagi maktablarni pash qilish uchun yaqinda ma'lum nomda bir tor supsi qurgan. Li muallimning 2 fevral X ijtimoiy taratqush supsidagi uchurdan qaraganda, mazkur tor supsini e'lon qilib hozirgacha Xitoydagi jami 137 o'tir maktab o'quvchilarining pash qilish xatini topshirib olgan. Oshkorlangan uchurlardan qaraganda, atalmish 611 o'qish tizimidagi maktablarda o'quvchilar har kuni 12 soatlab maktabda dars oladi ekan. Bundaq maktablar haftada 6 kun, hatta ba'zilarda 7 kun dars o'tiladigan bo'lib, o'quvchilarning normal dam olishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Bu xil ziyoda besim bir qism o'quvchilarda psixikalik ojizlash sababli o'zini o'ltirib olish, jiddiy qutqizish bo'limlariga kirib qilish qatorliq nurg'un hodisalarni keltirib chiqargan ekan. Navbatda Xitoydagi boshlang'ich va o'rta maktablarda 611 o'qish tizimi umumyuzlik yo'lga qo'yilayotgan bo'lib, yosh o'smirlarning normal balalik hayotini nobud qilish darajasiga yetgan. Li muallimning bu uchuri bizda Xitoydagi atalmish Xinjiang sinfida yillardan buyon o'qiyotgan Uyg'ur bolalarining ahvolidan andishi paydo qilish tabiiy. Chunki Uyg'ur bolalarining Xinjiang sinfida duch kelayotgani Xitoy bolalari duch kelgandan texmi ig'ir bo'lgan qismatlardir. Xinjiang sinfi Xitoy tarafidan osonlik millat o'quvchilarini haqsiz ma'rifda tarbiyalaydigan alohida imtiyozli sinf deb tashviq qilinsa-mu, lekin bundaq alohida imtiyozning bedeli izchil usulda Uyg'ur bolalarini shaxsiy erkinligi, milliy madaniyati va kimligidan mahrum qilish bo'lib kelmoqda. Undaqda biz oldi bilan Xitoy o'lkalaridagi Xinjiang sinfida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar haqida to'xtalib ko'raylik. Xinjiang sinfining boshlanishi va qabul qilinganlar soni. O'qish ishidagi Uyg'ur yosh o'smirlarini Xitoy o'lka shaharlarida yoki o'z yurtidan boshqa joylarda butunlay Xitoycha ma'rifda tarbiyalash 1999-yilda boshlangan edi. 2010-yildagi birinchi qatimliq markaz Xinjiang xizmat yig'inidan keyin Uyg'ur rayonidagi 12 viloyat va oblastni bo'lishib olgan Xitoyning dengiz yaqasi rayonlaridagi 19 o'lka va shahar atalmish Xinjiang sinf qurish va Janubiy Uyg'ur diyorini asos qilgan rayonlardan o'quvchi qabul qilishga mas'ul bo'lgan edi. Gerçi 1999-yili atalmish Xinjiang sinfiga har yili 800 nafar o'quvchi qabul qilish bekitilgan bo'lsa-mu, 2010-yilga kelganda har yili Xitoy o'lkalaridagi Xinjiang sinfida o'qiydigan o'quvchilarning soni 20 mingga, Janubiy Uyg'ur diyoridan Shimoliy Uyg'ur diyoridagi Xinjiang sinfiga kelib o'qiydigan o'quvchilarning soni 15 mingga yetgan. Xinxatorning 2017-yili iyuldagi bir xabarida Xitoyning Xinjiangga ma'rifda yordam berish siyosatining turkisida 2017-yili Uyg'ur elidan jami 13 ming o'quvchining Xinjiang sinfi qabul qilinganligi. Bularning ichida 77% o'quvchining Janubiy Uyg'ur elidagi Aqsu, Qashqar, Xotan va Qizilsuvdan qabul qilinganligi deyilgan.
Xabarda yana atalmış Şinjan sınıfı siyaseti yol qo'yilgan 17 yilda 90 mingdan ortiq o'quvchining Şinjan sınıfıga qabul qilinganligi. Navbatda Xitoyning 14 o'lkasidagi 93 to'liq o'tir maktabda 36 ming o'quvchining Şinjan sınıfida o'qiyotganligi ko'rsatilgan. Biz bugun Xitoy o'lkalaridagi atalmış Şinjan sınıfidagi bolalarning soni haqida aniq bir uchurga erisholmasakmi, lekin yuqorqi ma'lumotlardan navbatda bu sonning texmi ko'payganligini taxmin qila olamiz. Şinjan sınıfidagi bolalarning turmushi xalqarodagi ko'p manbalik madaniyatning taraqqiyotidan qaraganda ma'rifning roli farqli millatlar orasidagi o'zaro tushunish va hurmatni oshirishga foydali bo'lishi kerak edi. Holbuki kommunist Xitoyning yillardan buyon Xitoy o'lkalarida tasdiqlangan atalmış Şinjan sınıfı Uyg'ur bolalarini ma'rifda tarbiyalash emas, balki ularni xitoylashtirishni maqsad qilib elib berilgan. Bosh shtabi Singapurda bo'lgan Hong Kong boshqarishidagi Intium Media nomidagi uchur supsida e'lon qilingan bir maqolada Şinjan sınıfidagi Uyg'ur bolalar haqida muhim uchurlar berilgan. Maqolada Indiana universitetining doktori Timothy Grossning 2019-yilda nashr qilingan Şinjan sınıfı va Uyg'urlarning kimlik almashishi nomli kitobidagi mazmunlar naql ko'rsatilgan. Yana maqolada Timothy Grossning 2006-yildan 2017-yilgacha bo'lgan 10 yilda 60 dan ortiq Şinjan sınıfı o'quvchilarini ziyorat qilganligi. Bu o'quvchilarning 70%dan ko'pragining Qashqar va Xotandan kelganligi. Ularning maktabda Uyg'urcha so'zlashishi, Uyg'ur kimligini ta'kidlashi, diniy e'tiqodiy qatorliqlari butunlay cheklangan. Barliq ish faoliyatlari, ideya qarashlari, nega berib, nada turishlari, kim bilan aloqa bog'lashiga qadar maktabning nazorati ostida elib berilganligi bayon qilingan. Maqolada yana bu bolalarning Xitoyning yilda bir qitim keladigan eng cho'ng bayram bo'lgan chag'andimi uylarga qaytishga ruxsat qilinmaydigan bo'lib, Uyg'ur bolalarning oilasi bilan jam bo'lishiga yilda bir qitim, ya'ni yozliq ta'tilda ruxsat qilinganligi bayon qilingan. Bolalarning maktabdan sirtqa chiqishi azaldan ma'ni qilingan bo'lib, ularning hayoti faqat maktab ichi bilan cheklanganligi. Bolalarning Xitoy kimligiga singishini tezlatish maqsadida Xitoy ota-onalar bilan tuqqan qilib qo'yilganligi tilga olingan. Demak, bundaq maktablarda o'qiyotgan Uyg'ur bolalarning hayoti go'yo turma hayotidan farqsiz bo'lgan. Şinjan sınıfının mag'lubiyati. Xitoy shuncha yillardan buyon atalmış Şinjan sınıfını Uyg'urlarni Xitoy kimligiga singdirib etishning vositasi sifatida qo'llangan bo'lsa-mu, lekin buning o'limi Xitoy kutgandek bo'lmagan. Timothy Grossning kitobidagi tekshirish va ziyoratlardan qaraganda, garchi Şinjan sınıfidagi Uyg'ur bolalar Xitoy bolalariga qaraganda texmi og'ir bo'lgan taqiblash, xitoylashtirish, diniy va milliy kimliklari cheklanish, uylarga qaytishiga ruxsat qilinmaslik, ota-onalarning ularni ko'rishiga turli cheklama qo'yilish, hatto xitoylashtirishni majburiy qabul qildirishdek muhitda yashayotgan bo'lsa-mu, ammo bu xil muhit Uyg'ur bolalarini xitoylashtirishga emas, balki milliy kimlik eng'ining haddidan ziyoda kuchayishiga sabab bo'lgan. Ya'ni Şinjan sınıfidagi Uyg'ur o'quvchilar o'zlarini shu maktabdagi Xitoy o'quvchilaridan butunlay farqlandirgan. Hatto o'z kimligini Xitoy kimligining qarshi nuqtasiga qo'yish holati shakllangan. Texmi qiziqarligi, Uyg'ur o'quvchilarda o'z kimligini qo'g'dash engi texmi kuchayib, Uyg'ur o'quvchilar o'zlarini Xitoy o'quvchilaridan yiroq tutish, Xitoycha so'zlashish bekitilgan vaqtlarda qasddan Uyg'urcha paranglashish, Uyg'ur o'quvchilar o'zlari tashkillanib futbol o'ynash, Xitoylarni org'a olmaslik va Xitoylar bilan munosabat qurishni rad qilish darajasiga yetgan. 2017-yildagi cho'ng tutqun bilan tang bu bolalarga qartilgan taqiblashlar, menga yuyishlar va ularga bo'lgan tizginlashlarning texmi yuksak bosqichga ko'tarilganligi aniq. Holbuki, Şinjan sınıfidagi hayot Uyg'ur o'quvchilarga o'zlarining Xitoy kimligini qabul qilishga majburlanayotgan milliy kimlik, til, madaniyat va diniy e'tiqod haqlari tortib olinib, xitoylashtirishni qabul qilish ma'rifini qabul qilayotganligini tunutgan. Demak, atalmış Şinjan sınıfining maqsadi Uyg'ur bolalarini sifatli ma'rifdan bahramand qilish emas, balki butunlay xitoylashtirish ekanligini maktab hayoti Uyg'ur bolalarga o'zlari o'rgatgan. Xuloslaganda, ma'rifning maqsadi millatlar orasidagi kimlik, madaniyat, e'tiqod, farqni hurmatlamasdan, aksicha bu farqlarni yo'qotishni nishon qilganda, uning elib keldig'ini o'chmanlik, irqchilik va bu sababli kelib chiqadigan irqiy qirg'inchilik bo'lishi. Yo'qotilish qismatiga duchor bo'lgan millatlarning milliy kimlik eng'ining kuchayishini keltirib chiqarishi aniq. Bu dal Xitoyning Şinjan sınıfı planining mag'lub bo'lishidagi asosiy sababdir. Bu ahvol bizga shuni tushuntirib berdiki,
Xitoyning navbatdagi ma'rif sistemasi Uyg'ur bolalarining balaliq, o'smirlik hayotiga tahdid paydo qilib qolmasdan, balki Xitoy bolalariga og'ir besimlarni keltirib chiqarayotganligi aniq. Navada bu holatga xotima berilmaganda, kelib chiqadigan oqibatlar Uyg'ur bolalarining Xitoy hokimiyatiga bo'lgan qarshilik tuyg'usini kuchaytirish bilan cheklanmasligi mumkin. Xuddi Li muallimga uchur ta'minlagan Xitoy o'quvchilardek, Xitoyning ma'rif zo'ravonligiga qarshi yangi bir avlod Xitoy yoshlarining borliq keldiganligi